Rahmatullohi barakatuh sizlar. Sport bilan 3 kun nomli challenge'imizni bugun 56-kunidamiz. Bugun sizlarga bir voqea aytib bermoqchi edim. Luqmon Hakim Davud alayhissalom davrida yashagan zanji bir qul bo'lgan. Zanji degani qora tanlilik qullarga ishlatilgan asosan. U insonni 1500 yil umr ko'rgan deb yozishadi ma'lumotlarda. Kunlarda birida bozorga chiqib sotiladi. U insonni yaxshi bir inson sotib oladi, ya'ni Luqmon Hakimni olib borib o'ziga xizmatchi qilib oladi. Bir kuni uni oqilligini sinash maqsadida hojasi unga aytadiki, bir qo'yni so'yib menga eng yoqimsiz hamda yomon joyini olib kel desa, qo'yni borib turib so'yib, tili bilan yuragini ko'tarib keladi. Undan so'ng oradan kunlar o'tadi. Yana savol beradi hojasi. Bir qo'yni so'yib dedi, menga eng shirin hamda yoqimli joyini olib kel desa, qo'yni Luqmon Hakim so'yib, yuragi bilan yana tilini ko'tarib kelsa, menga tushuntir deydi. Ya'ni bu holat ajib deydi. Ikki xil savol berdim, bir xil javob bering desa, Luqmon Hakim unga aytadiki, dunyodagi deydi, eng shirin va yoqimli narsa bu hokiza yurak hamda shirin so'z tildir deydi. Dunyodagi eng yomon hamda yoqimsiz narsa esa bemehr, tosh yurak va ig'vogar tildir degan ekan. Yana bir hikmatli so'z eshitgandikki, insonda deydi, jismida shunday bir parcha eti borki deydi, u sog' bo'lsa, butun tana sog' bo'ladi. Agar u nosog'lom bo'lsa deydi, butun tanasi nosog'lom bo'ladi. U insonning qalbidir, ya'ni yuragidir deb keltirishadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.